Ya'ni oddiy har kun ichki kiyimini almashtirishdan boshlaylik, keling. U mana bunaqa qilmadi, u menga bunaqa demadi. Siz nikoh kechasida kimgadir yuklatishadi shu vazifani. Birov teginmasligi kerak, birov ushlamasligi kerak. Bitta farzandli bo'l, hammasi yaxshi bo'lib ketadi, masalan. Nima sabab men turmush o'rtog'imni sevaman, lekin ichimda nafrat bor. Zo'r ona bo'lish, zo'r rafiqa bo'lish, ham figurasi chiroyli bo'lish, ham zo'r pul topishi. Ovqat yesam yemayman. Nimadir qilasam qilmayman. U inson qanday jinsiy tarbiya topganini bilmagan holatda amma holat tog'alarga, yangalarga yuklatiladi. Tushuntir. Nimani tushuntirsin? Bor yo'g'i shumi? Dedilar. Bor yo'g'i shumi? Bizni har bir rolimiz kelinlikka taqalishi kerak emas. Bu to'ydan oldingi homiladorlikka ham sabab bo'lyapti. Oilalarda ayollarning baxtsizligiga eng katta sabab nima bo'lyapti? Sizga aytsam hozir hayron qolishingiz mumkin, 0 yoshdan 3 yoshgacha. Men xuddiki qaynonamga kelin bo'lish uchun turmushga chiqdim. Izumingka nima degan o'zbekchasiga? Shu kun farzandlarimizni quchoqlab maza qilish. Demak, erkak uchun sevilish unchalik muhim emas. Lekin yana jinsiy hayotga kelganda jim bo'lib qolamiz. Jinsiy mavzular hali hanuz tabu hisoblanadi. Tegma, mana shu yerga tegma, kuyasan deydi-ku. Hatto so'ralmaydi. 20 yil davomida so'ralmaydi. Xuddi shunday. Qiz bola turmushga chiqyapti va hech qachon hayz ko'rmagan. Sizga nima kerak psixolog deydi. Juda ham ayanchli holatga tushib qolgan. Men haligacha o'zimga kela olmayapman. Bitta mikrofonim bo'lsa-da, ves O'zbekistonga gapirsam shu haqida. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugungi podkastimni aynan sizning talab va istaklaringizga binoan tanlashga qaror qildim. Bugungi spikerimizni tanishtiradigan bo'lsam, Zulfizar Nodirovna 4 yillik amaliy tajribaga ega psixolog. Bugungi kunga qadar 500 dan ortiq mijozlar bilan amaliy ishlagan. Ko'pchiligimiz sizni Zulfizar aynan er-xotin munosabatlari bilan ishlaydigan va zo'r natija qilgan psixolog sifatida taniymiz. Va bugungi mavzumiz esa aynan er-xotin munosabatlari, ularning o'rtasidagi sovuqlik, jinsiy tarbiya hamda o'zbek oilalarida qattiq sir saqlanadigan, bizga yoqmaydigan haqiqatlar haqida gapirishni tanladim va aynan buning uchun sizni taklif etdim. Studiyamizga xush kelibsiz, Zulfizar. Assalomu alaykum. Taklif uchun juda ham xursandman. Kattakon rahmat. Bugungi podkastimiz juda ko'p oilalarni tiklanishiga, juda ko'p oilalarni muammosini yechimiga sabab bo'ladi degan umidda men ham tashrif buyurdim. Minnatdorman. Hozirgi aytmoqchi bo'lgan gapim ko'pchilikka yoqmasligi mumkin. Nega o'zbek oilalarida, ko'pchilik o'zbek oilalarida sevgi bor, ammo baxt yo'q. Bilasizmi, sevgi va nafrat o'rtasida bir qadam degan gap bor. Buni sababi nima? Psixologik yondashadigan bo'lsak, ochilmagan emotsiyalar, ko'rsatilmagan emotsiyalar va xafagarchiliklar. Ya'ni biz turmush o'rtog'imizni sevamiz yoki yillar davomida qanaqadir o'rtamizda xafagarchiliklar bo'lgan va u xafagarchiliklar bizni ichimizda qolib ketgan. Va yillar o'tgandan keyin biz u kishini ham sevamiz, ham nafratlanamiz. Xuddi shu, bilasizmi, xuddi shu mavzuda menda juda ko'p konsultatsiyalar bo'lyapti-da oxirgi paytlarda. Nima sabab men turmush o'rtog'imni sevaman, lekin ichimda nafrat bor. U nafrat 10 yil oldingi, 5 yil oldingi xafagarchiliklardan qolib ketgan qoldiqchalar, chiqarilmagan emotsiyalardan qolib yig'ilib to'planib qolgan emotsiyalardan kelib chiqadi. Xuddi shunaqa emotsiyani chiqarmasligiga ayollarning sabab, men o'ylaymanki, o'zbekchilikda sabr qil, emotsiyani chiqarishda, ko'rsatishda xuddi haqqi yo'qdek yoki uyatdek qaraladi. Shu o'rinda savolim, bizni aslida o'zbekchilik deyotgan baxtsizlik nimada? Keling, shu o'rinda siz aytasizki, sabr qil dedingiz. Siz uchun sabr nima? Keling, men ham sizga savol beray. Siz uchun sabr nima? Aynan o'zimning hayotimdan javob beradigan bo'lsam, menga aytilgan, xo'p desang, bir gapdan qolsang, olam guliston. Sabr qil. Qiyinchilikka ham sabr qil, haligi senga yoqmaydigan vaziyatlarda ham sabr qil. O'z-o'zidan o'tib ketadi shu vaziyat. Sabr qilsang, jim tursang, hammasi o'z joyiga tushadi. Sen jim tursang bo'ldi deb o'rgatishgan. Demak, siz uchun va 80-90% o'zbek ayollari uchun sabr bu jim turish. Bilasizmi, aslida sabr nima? Sabr harakat davomidagi kutish. Tushuntirib bera oldimmi? Siz sabr qilishdan oldin siz keling, siz o'qishga kirmoqchisiz. Siz abituriyentsiz. Siz qanday sabr qilasiz? Siz o'qiysiz. 1 yil, 2 yil, 3 yil kerak bo'lsa o'qiysiz. Va o'qish davomidagi mana shu yillar mehnat
tagida esa nima bor? Sabr, ya'ni kutish bor. Bizda esa sabr boshqacha talqin qilinadi. Sabr bizda jim tur va hech narsa qilma. Yo'q. Siz nimadir qiling va natijasini kuting. Ana shu aynan sabr. Sabr qil deyishdi va men mana shu ahvolga kelib qoldim degan so'zlarni juda ko'p eshityapman-da. Va men aytaman, sabr qilib nima qildingiz? Men shunchaki kutdim deyshadi. Men shunchaki kutdim. Yo'q. Buni men ham keyinchalik anglab yetdim. Shu sababdan ham bizni kuzatayotgan har bir ayolga aytmoqchimanki, sabr bu mehnatni tagidagi vaqt. Sabr. Harakatni tagidagi vaqt bu sabr. Siz harakat qilmasdan nima bo'lsa bo'lsin deb o'tirishingiz bu sabr emas. Endi esa asosiy savolingizga qaytadigan bo'lsak, bizni baxtsiz qilayotgan o'zbekchilik nima dedingiz? Kelinlarga qo'yilayotgan ultimatumlar. Kelinlar unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak. Hozirda ancha pasaygan. Men o'zimni oilamdan, atrofimdagi oilalardan bilyapmanki, o'zbekchilik anchayin pasaygan. O'zbekchiligimiz juda go'zal. Faqat biz uni chiroyli talqin qila olishimiz kerak. Juda kuchli ultimatumlar. Kelin unday bo'lish kerak, kelin bunday bo'lish kerak. Yo'q, kelin avvalambor ayol bo'lish kerak-da. U farzandlari uchun ona bo'lish kerak. U avvalambor o'zi uchun ayol bo'lish kerak, turmush o'rtog'i uchun rafiqa bo'lish kerak, keyin kelin bo'lish kerak. Bizni har bir rolimiz kelinlikka taqalishi kerak emas. Har bir ayolning roli ayollikka, rafiqalikka, onalikka va kelinlikka. Bu rollarni bo'lab tashlash kerak. Bizda kelinlik roli juda katta. Ayollik, вообще ayollik yo'q. Umuman olganda ayollik yo'q. Shunday. Rafiqalik juda kam. Onalik ham kattaroq. Mana shu baryerni saqlay olsak, har bir rolni o'z me'yorida, o'z vaqtida bajara olsak, biz ham zo'r kelin, ham zo'r rafiqa, ham zo'r ona bo'la olamiz. Va o'zimiz uchun, o'zligimiz uchun yaxshi ayol, zo'r ayol bo'la olamiz. O'zimni shaxsiy kuzatuvlarim haqida sizga aytadigan bo'lsam, bizda rafiqalik birinchi o'rinda bo'lib, kelinlik ikkinchi o'ringa tushishi uyat sanaladi. Qaynota qaynonani oldida rafiqa bo'la olmaysan. Sen kelinsan. Ba'zi ayollar aytadi, "Men erimga turmushga chiqmadim. Men xuddiki qaynonamga kelin bo'lish uchun turmushga chiqdim." Ya'ni shunchalik rafiqa obrazi oxirgi o'ringa tushib ketadi. Asli bizga uyat, gapirsang uyat, rafiqa bo'lishing uyat degan tushunchalarimiz qanchalik zarari bizning hayotimizda. Aslida uyat qayerida ekanini aytmaslik bizga juda katta zararga olib kelyapti. O'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holatda aytamanki, qayeri uyat emas. Jinsiy tarbiya o'zi nima ekanligini aytmaslik, jinsiy tarbiya bermaslik, ya'ni bolalikdanoq. Bu to'ydan oldingi homiladorlikka ham sabab bo'lyapti. Aynan bu savol bilan mana oldimga juda ham ko'plab qizlarimiz murojaat qilishyapti. Aynan shu joyda yana bir savol, jinsiy tarbiya bolalarda asli necha yoshdan boshlanishi kerak? Sizga aytsam hozir hayron qolishingiz mumkin, 0 yoshdan 3 yoshgacha. Bu 5 yosh, 6 yosh emas. Aynan 0 yoshdan 3 yoshgacha. Aynan uni o'zini tanasini uyat sifatida o'rgatmaslik. Bu oyog'ing, bu qo'ling deb biz tushuntiramiz, ammo jinsiy a'zolarga kelganda shunchaki o'tib ketamiz. Yoki uni kulgiga olamiz. Oila davrasida o'g'il bolalarga ayniqsa. Yoki umuman gapirmaymiz va katta uyat sifatida qaraymiz unga. Shu sababdan ham 0 yoshdan 3 yoshgacha bolalarga jinsiy tarbiya berishni boshlash kerak. Ya'ni bu qo'ling, bu burning, bu oyog'ing degan singari to'g'ri tushunchalar berib borish kerak. To'g'ri emotsiyalarda. O'zimning 3 ta qizalog'im bor, xabaringiz bor. Ularga jinsiy tarbiya berish, ularni to'g'ri tarbiyalash yo'lida juda ko'p harakat qilaman, juda ko'p o'qib izlanishga harakat qilaman va ularga bizani eng zo'r beradigan narsamiz turmush o'rtog'im bilan birgalikdagi muhabbatimizni ko'rsata berishimiz. Bizda oilada bolalarning oldida to'g'ri o'tir, bolalarning oldida chiroyli gapir, bolalarning oldida tarbiyali gapir degan narsalar bilan katta bo'lganmiz. Ammo men o'zim yoshligimda
dadam bilan onam mashinada o'tirishganda bir-birlarini qo'llarini ushlab ketishgan. Aynan shu sevgini men o'zimni oilamda ham takrorlashga harakat qilaman. Ya'ni farzandlarimni oldida bir-birimizga muhabbatimizni izhor qilish bu uyat emas, bu Uyalmasdan. kerak. Da. Bu zarur. Aynan kelajakda farzandlarimiz noto'g'ri yo'lga kirib ketmasligi uchun ham kerak. Farzandlar bilan ochiq-oydin muloqot bu kelajagi uchun, kelajagidagi jinsiy hayoti uchun, kelajakdagi oilasi uchun, kelajakdagi rafiqalik roli uchun, qizlar uchun, erkaklar uchun erlik roli uchun juda ham muhim. Demak, siz qizlaringizni asosan kelinlikka emas, barcha oilalar kabi, ya'ni rafiqalikka tayyorlayapsiz avvalambor. Avvalambor ayol bo'lishga tarbiyalayman. Ayol juda ham go'zal xilqatda. Men bolaligimda har doim o'g'il bola bo'lib tug'ilmaganman, o'g'il bola bo'lib tug'ilsam zo'r bo'lardi degan tushuncha bilan katta bo'lganman-da. Lekin qizlarim agar meni Instagram sahifamdan ham tomosha qilsangiz, har doim pomadalarda, har doim xohlasa qish kunida ko'ylaklarda, xohlagan kiyimini kiyib, xohlaganicha hayotdan zavq olib yashab, ayol ekanligini his qilishida. Bizda nima deyiladi? Oyog'ingni bunday qo'yma, erta eringni uyiga borsang, qaynonang seni so'kadi. Mana shunday. Qo'sh tirnoq ichida menga rahmat olib keladi. Mana bu ishni qilmasang, seni haydashadi u uydan. Sen mana bunday qilishing kerak, sen bunaqa gapirishing kerak. Tarbiyamizdagi eng asosiy aspekt kelinlikka qaratilgan. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Lekin bilasizmi, bilmadim, balki meni atrofimda bunday ayollar kamdir. Hozirgi kunda anchayin o'zgarishlar bor bizda. Anchayin o'zgarishlar katta. Lekin o'zgarilmagan holatlar ham bor. Shu sababdan ham men har bir insonga aytamanki, har bir qiz bola, ayol kishiga aytamanki, avvalambor o'zini anglash. Shunchaki, avvalambor o'zini anglash. O'zini missiyasini anglash. Rollaridan tashqari har bir inson o'zini missiyasi bor. Bu dunyoga kelgan, bu dunyoga keltiradigan foydasi bor. Shunday. Har bir hayvonni, hattoki har bir hayvonni, hayvonot olamidagi har bir jonzotni yokida o't o'lanlarni ham o'zini vazifasi bor-da. Bu dunyoga beradigan. Har birimizni ham xuddi shunday vazifamiz bor. O'zimizning missiyamiz bor. Bu dunyoga berishimiz kerak bo'lgan. Mana bu rollarimizdan tashqari aynan shu missiyamizni aniqlash, aynan missiyasini aniqlashga qaratsak, tarbiyada missiyani aniqlashga qaratsak, missiyani mazza qilib yashab o'tishga qaratsak, bu rollar shunaqangi go'zal bo'ladiki, ularga tarbiya berish shart bo'lmaydi. Kelinlikni o'rgatish shart bo'lmaydi, onalikni o'rgatish shart bo'lmaydi, rafiqalikni o'rgatish shart bo'lmaydi. Chunki missiyasini mazza qilib bajargan inson u rollarni ham qoyilmaqom qilib joyiga qo'yib qo'yadi. Ana endi sizga keladigan mijozlar oqimi va o'zingizni shaxsiy statistikangizga binoan ota-onalar bola tarbiyasidagi qilayotgan asosiy xatosi qayerda? Eng katta xato bilim olmaslik. Nima sabab? Hozir birinchi chiqqan telefonlarni eslang va hozirgi telefonlarni eslang. Xayolingizga keltiring. Ularni o'rtasida juda katta tafovut bor. Shunday. Yoki televizorlarni oling. Birinchi chiqqan televizorlar qanaqa edi, hozirgi televizorlar. Yoki mashinalarni oling. Qanaqangi darajada rivojlanib ketgan. Nimaga bizning tarbiya usulimiz eski? Tarbiya usulimiz hali o'sha yerda qotib yotibdi. Nimaga u rivojlanmayapti? Nimaga u bilim olmayapti? Nimaga u o'zgarmayapti? Bobo buvimiz ota-onamizga bergan tarbiyani ota-onamiz bizga beryapti. Nimaga ular takomillashtirishga harakat qilmayapti? Nimaga ota-onamiz bergan bilimni biz takomillashtirishga harakat qilmayapmiz? Aynan tarbiyani. Biz qachonki olgan tarbiyamizni yana ham takomillashtirib farzandimizga yetkazsak, har xil muammolardan chetga qolgan bo'lardik. Takomillashtirish degani hozirgi zamonni bolalarini hozirgi zamon o'lchovi bilan qabul qilish, ya'ni ularga men seni yoshingda bunday qilmas edim, sen ham qilma deyish, demak bu hozirga to'g'ri kelmaydi. Albatta. Yoki men seni yoshingda bunday qilgandim, sen ham shuni qilishing kerak degan tushunchalar va shu tarbiya usuli noto'g'ri demoqchisiz. 100% noto'g'ri. Solishtirish, hattoki opa-ukalarni solishtirish 100% noto'g'ri. Men maksimum harakat qilaman o'zimni oilamda birinchi navbatda targ'ib qilishdi. O'zim olgan bilimlarni oilamda targ'ib qilishni.
aynan uka bilan opani solishtirmaslik, opa bilan ukani solishtirmaslik. Har bir inson unikal. Bu dunyoda menga o'xshagan Zulfizar bormi? Yo'q. Sizga o'xshagan Dilnoza bormi? Yo'q. Biz mukammalmiz. Har birimiz bir donamiz. Nima uchun shu dunyodagi milliard insonlarni barmoq izi bir xil emas? Nima uchun? Nima uchun biz opasi qilgan ishni ukasi qilishi kerak yoki onasi qilgan ishni farzandi qilishi kerak degan solishtirishlarni halligacha chiqara olmayapmiz. Hattoki o'zim ham bu gapni ochiq-oydin bu podkastda bo'lmoqchiman va o'zimdagi xatolarni to'g'rilab borayotganimni ham aytib bermoqchiman. O'zimda ham ba'zida shunday holatlar bo'ladi. Katta qizim sal sekinroq ishlaydi, kichkinasi esa juda tez. Ikkinchisi. Shu sababda ba'zi holatlarda menda solishtirish bo'lgan payt o'zim stop deyman. Stop. Xato qilyapsan. U unikal. U shunisi bilan go'zal. U ovqat pishirishlari bilan go'zal. Hali 8 yoshga kirmagan bo'lsa ham. Bu yerda sizni aynan ilm olib, shu tushunchaga kelishingiz sababchi bo'lgan. Albatta. Demak, onalarimiz, otalarimiz, yosh ota-onalarimizga ayniqsa hozirgi bola tarbiyasida o'z ustilarida ishlash va ilm olish juda ham muhim, shart. Zarurat. Sababi biz farzandlarimizdan ko'p narsa kutamiz, ammo ko'p narsa bermayapmiz. Ya'ni bilim, ya'ni tarbiya jihatidan. Ko'p narsa kutamiz. Har birimiz farzandimizdan umidimiz katta. O'zimiz ko'rmagan baxtli hayotni ko'rishini istaymiz. O'zimiz bormagan davlatlarda borishini istaymiz. O'zimiz o'qimagan institutlarda o'qishini istaymiz. Lekin ko'p holatlarda moliyaviy jihatdan katta yordam beramiz. Ammo tarbiya, bilim, qo'llab-quvvatlashni sal kamaytirib qo'yapmiz. Men o'tmish haqida gapirmayman. Ota-onamizni davri boshqa bo'lgan. Aynan bugungi rivojlangan davrda er va xotinning oiladagi roli aslida qanday bo'lishi kerak? Bugun global mavzulardan birida bu bilasizmi? Zo'r global mavzuni olib chiqyapmiz. Sababi rollar almashinuvi keskin ko'rinyapti bizda. Eng global muammo bu har bir ayol hozirgi kunda o'ziga juda ham ko'p mas'uliyatni olishi, ayolligini unutishi, erkak bo'lib ketishga harakati bo'lyapti-da. Zo'r ona bo'lish, zo'r rafiqa bo'lish, ham figurasi chiroyli bo'lish, ham zo'r pul topishi. Yo'q. Bo'lmaydi. Iloji yo'q bu narsa. Mas'uliyatlarni bo'lab berishni unutib qo'yishyapti. Masalan, siz sport zaliga qatnayapsiz, zo'r pul topyapsiz. Siz uy ishlari uchun xizmatchi yo'llashingiz kerak. Ham siz uyingizni zo'r qilib qo'yib, ham sport zaliga borib, ham zo'r pul topib, ham zo'r ona, ham zo'r rafiqa bo'lmaydi. Iloji yo'q. Bu uchun bizda resurs yetarli emas. Bu uchun bizda vaqt yetarli emas. Bunga esa nima sabab bo'lyapti? Natijaga havas. Ya'ni Instagram sahifasini ochib qarasangiz, juda ko'p blogerlar o'zlarining natijalari bilan bo'lishadi. Ijtimoiy tarmoqlar shunday. Juda ko'p blogerlarimiz o'zlarini natijalari bilan bo'lishadi. Ya'ni mashina olgani, go'zal muhabbati, uy sotib olgani, sayohatlari. Lekin ular jarayon bilan bo'lisha olmaydi bu narsani. Buni iloji yo'q. Biz esa uni qanday qabul qilamiz? Vau, unda bor, nima uchun menda yo'q? Men ham bo'lishim kerak, men ham zo'r figuram bo'lish kerak, zo'r pul topishim kerak, hamma narsani zo'r qilib qo'yishim kerak degan narsa paydo bo'lyapti ayollarimizda. Aynan ayollarda. Ayollarda nega ko'proq. Erkaklarda emas? Nega erkak mas'uliyati ikkinchi darajaga tushib qolyapti? Aslida bizni oilamizda o'zbekchilikmi, umuman xalqaro miqyosda farqi yo'q. Oila hamma joyda bir xil, jamiyatning bir bo'lagi. Erkakning asl mas'uliyati oilada nimadan iborat? Ayolni sevishida. Ayolni sevsin bo'ldi. Agar har bir erkak ayolini sevsa, ayolini qabul qilsa boricha, albatta sevgan inson uni boricha qabul qiladi. Erkakning eng katta mas'uliyati ayolini sevishida deb bilaman. Ayollar o'ziga ko'p mas'uliyatni olayotganligi sababi bu erkaklardan kelmayaptimikin? Ya'ni ularning katta talab qo'yayotganidan emasmikin? Katta talabni avvalambor biz o'zimizga o'zimiz qo'yapmiz. Agar inson o'zini boricha qabul qilsa, o'zini boricha sevsa, har qanday kamchiliklarini u kamchiligi emas, meni
Izyuminkam nima degani o'zbekchasiga? A- a- Noyob joyimmi? Jihati. Noyob jihati. Har kuniga kichkina qadamchalar bilan o'zini boricha takomillashtirib, o'zini ideallashtirib, o'zini fikricha ideallashtirib borsa, ya'ni bir kunda bitta kitobni o'qib tugatish emas, bir varaqdan o'qish. Bir kunda 3 soat sport bilan shug'ullanish emas, yarim soat shug'ullanish. Ya'ni har bir ayol o'zini boricha qabul qildiki, uni atrof boricha qabul qiladi. Oilani ildizi bu ayol. Har bir ayol bu oilani ildizi. Aynan ildiz tepaga daraxt chiroyli gullab yashnashi uchun har xil o'g'itlarni, minerallarni olib daraxtga beradi va u daraxt mevalar beradi. Ildiz chiroyli emas, ko'rganmisiz? Ildiz chiroyli emas. Shunday. Daraxt chiroyli, mevalar chiroyli, lekin ildiz chiroyli emas. Lekin ildizsiz daraxt ham, mevalar ham bo'lmaydi. Shunday. Har bir ayol o'zini boricha, aynan kamchiligini kamchilik emas, o'zini noyob jihati sifatida qarab, uni takomillashtirib, uni ustida ishlashi bu ham daraxtni chiroyli qiladi, ham ildizni mustahkam qiladi, ham zo'r mevalarni yetishtirib beradi. Shu o'rinda demak ayol o'zini noyob jihatini ko'ra olmayaptimi shunda? Oilalarda ayollarning baxtsizligiga eng katta sabab nima bo'layapti? Ayollarni baxtsiz bo'lishiga sabab bo'layotgan narsa bu buguni bilan maza qilmaslik. Ya'ni u o'tmishda yashab qoladi yoki kelajakda. Juda ko'p ayollarimiz aytishyaptiki, hozir menda xavotir bor. Menda xavotir, har kun xavotir. Uyg'onaman xavotir bilan. Uyg'onaman energiyasiz. Chunki ular kelajakda yashashyapti. Ya'ni qachon mani mashinam bo'ladi, qachon mani pulim bo'ladi, qachon mani oilam bo'ladi, masalan. Qachon mani farzandim bo'ladi. Qachon men ko'p pul topsam zo'r baxtli bo'laman, qachon men sayohat qilsam baxtli bo'laman. Qachon men nimadirga erishsam baxtli bo'laman. Qachon meni erim sevsa baxtli bo'laman. Aslida esa bugundan baxtni his qilish, bugundan aynan shu kunni nafasidan mazza qilish. Shu kun farzandlarimizni quchoqlab mazza qilish. Ularga qanaqadir kichkinagina narsani o'rgatib mazza qilish. Shu 15 daqiqa sport bilan shug'ullanib mazza qilish. Hayotdan zavqlanish yo'q. Yana ham kattaroq narsa. Ya'ni men yaqinda bitta gapda eshitdim, inson zotiga ikki tog' qanaqangi katta, ikki tog' oltin bersang, uchinchisini istarkan degan narsani eshitdim-da. Bizda bugunni his qilish yo'q, bugunda mazza qilish yo'q, bugunda mazza qilib yashash yo'q. Bir stakan kofeni ichayotib ham tanangizga energiya kirayotganini his qilish, toza havodan nafas olishni o'zi yo'q. Chunki miyamizda fikrlar juda ham ko'p. Siz hozir aytyapsiz, o'zimni eslayapman. Idish tovoq yuvganimcha 25 kishi bilan gaptalashaman. O'tmishga qaytib unga unay deyishim kerak edi. Kelajakka mana bu ishni qilishim kerak. Ya'ni mazza qilib idish tovoq yuva olmayman. Qo'lim ishlayapti, ko'zim ko'ryapti, shunaqa chiroyli idish tovoqlarim bor. Ko'rmayman. Ko'zim uni ko'rmaydi, xayol bilan yashayman. Demak, balkim 99% inson shundaydir. Ketyapti yo'lda, lekin yo'lni ko'rmaydi. Yo o'tmishda, yo kelajakda. Demak, o'sha fikrlar bilan ishlash aslida bizni haqiqiy momentga olib keladi, lahzaga. Lahzada yashashga olib keladi. To'g'risini aytsam, endi o'zim shuni praktika qilyapman. Avval o'zim ham xuddi shunaqa ayollardan biri edim. Xafagarchiliklarni ekologik chiqarish yo'q bizda. Siz aytayotgan narsa 100% ayollarda va 99% emas, o'zimda ham bo'lib turadi. Ya'ni, deyman, shu xafagarchiligimni ekologik chiqarmagan ekanim deyman. Ekologik chiqarish kerak xafagarchiliklarni. Ya'ni o'sha gapni yo vaqtida aytish kerak, yo uni psixologik metodlar bilan yozib, yirtib, chiqarib tashlash kerak. Texnikalar orqali. Shu o'rinda keling, tomoshabinlarimizga bitta sovg'acha bo'lsin. Bitta texnika ayting. Xayollarni qochirish, negativ xayollardan qutulish bo'yicha. Negativ xayollardan qutulish texnikalari juda ham ko'p. Shulardan juda ham oddiysi, 100 yillardan buyon bizlarga kelib, lekin hozirda biz uni pisand qilmaydigan bir texnikani aytmoqchiman. Oddiy qog'oz va ruchkani olib, biz barcha negativ fikrlarimizni yozishimiz kerak.
Yozib chiqqanimizdan keyin ularni nolga tenglashtirishimiz kerak. Ya'ni u nolga tenglashtirish qanday bo'ladi? Har bir harfni ustidan nol yozib chiqish kerak. Har bir harfni ustidan. Sizni xafagarchiligingiz 5 varaq bo'lishi mumkin, 10 varaq bo'lishi mumkin. Har bir harfni ustidan 0 sonini yozib, ya'ni har bir harfni 0 ga tenglashtirib, men barcha xafagarchiliklarimdan tez va oson qutulaman. Men barcha xafagarchiliklarimdan tez va oson qutulaman deb aytish kerak. Va ularni hammasini yirtib, axlatga tashlab yuborish kerak. Va miya buni eslab qoladi. Shunday. U xafagarchiliklarni yo yozish kerak, yoki kimgadir aytib o'sha jarayonda qayta yashab berish kerak, yoki xuddi shunday yozib chiqarib berish kerak. Yana bitta lirik chekinish qilamiz. Oilada sevgi bor, hurmat bor. Qaysi biri muhim? Erkak uchun hurmat, ayol uchun sevgi muhim. Juda ajoyib javob bo'ldi. Erkak uchun hurmat muhim. Hurmat qilsangiz u sevgi deb qabul qilinadi. Aynan sevgi tili hammada har xil. Masalan, sizni turmush o'rtog'ingiz sizga zo'r brilliant uzuk sovg'a qilganini ko'rdim va meni ichimda g'alayon boshlanadi. Masalan, nimaga meni turmush o'rtog'im menga bunaqa narsalar sovg'a qilmaydi? Men arzimaymanmi? Yo'q, aslida meni turmush o'rtog'im taktil harakat bo'lishi mumkin. Uni sevgi tili. U meni qo'limdan ushlab, quchoqlab, u sevgisini namoyon qilishi mumkin. Tushunyapsizmi? Har bir aslida umumiy olganda erkak uchun hurmat bu sevgi, ayol uchun esa sevgi bu sevgi. Tushuntirib bera oldimmi? Tushunarli. Ana endi demak, erkak uchun sevilish unchalik muhim emas. Kuchli hurmat uni sevishingizni isboti u uchun. Erkak psixologiyasida shunaqa. Ana endi aslida chuqurroq yondashadigan bo'lsak, har bir oila, har bir farzandga, biz avvalambor farzandlarga, avvalambor o'zimizga, keyin esa farzandlarimizga oddiy shu narsani tushuntirishimiz kerakki, sevgi tillarini, ya'ni 5 sevgi tili bor. Kimdir sovg'a berib sevadi, kimdir yordam berib sevadi, kimdir so'zi orqali sevadi, kimdir taktil harakati bilan sevadi, kimdir birga vaqt o'tkazishni sevadi. Agar birortasi bo'lmasa-chi, demak sevmaydi. Shunday. Har bir insonda 5 tasi ham bor, qaysidir dominant hisoblanadi. Ya'ni, masalan, men o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, meni sevgi tilim bu vaqt o'tkazish. Shunchaki kinoga borish, birgalikda telefonni yig'ishtirib qo'yib suhbatlashish oddiy. Yoki uyda birgalikda kino ko'rish oddiy telefonda. Yoki kel birga ovqatlanib o'tiraylik deyish. Mana shu men uchun sevgi. Ketdik birga non olib kelaylik deyish ham men uchun sevgi. Lekin masalan, meni turmush o'rtog'imniki bo'lishi mumkin sovg'alar. O'shaga oddiygina kichkinagina mashinalar uchun suv olib bersam, masalan, yoki mashinalarga turish uchun влажный salfetka, masalan, ho'l sochiqchalar olib bersam, balki shu u kishini sevgi tili. Mana shu narsalarni ochiqchasiga gaplashib olmaymiz-u, bir-birovimizdan kutaverib, xafa bo'lib yashab o'tib ketar ekanmiz. Xuddi shunday bizni eng global muammolarimizdan yana biri bu ochiq bo'lmaslik bir-biri bilan. Mana shu yoshlikdan boshlanadi. Ichimizda konflikt, turmush o'rtog'imiz bilan kuchli konflikt. U meni bunaqa qilmadi, u menga bunaqa demadi. Siz kutuvlaringiz qurboni bo'lmasligingiz kerak-da. Har birimiz kutayapmizmi? 1 kun kuting, 2 kun kuting, 3-kun so'rang. Qarang, men sizdan mana shunaqa narsa qilishingizni xohlayapman. Men mana shu narsani sizdan kutayapman. Ochiq oydin so'rash, bu nimasi yomon, nimasi uyat? Nimasi zararli? Kimga zararli? Faqat o'zimizga. Xuddi shunday. Faqat o'zimiz ichimizdagi kutuvlarimizga yo'pilib olamizda va ichimizda turmush o'rtog'imiz bilan janjal qilishni boshlaymiz. Ochiq oydin keling o'tiring, suhbatlashib olaylik. Mana shu holat menga kecha yoqmadi. Meni yuragim juda qattiq og'ritdi. Sizga meni nima holatim yoqmayapti? Shunchaki bir-biri bilan ochiq muloqot qilishni chetga surib qo'yaveramiz. Masalan, men 1 kun xafa bo'lib yurishim mumkin. 1 kunga ham bormaydi, to'g'risi. 2-3 soatdan keyin aytaman, keling o'tirib gaplashib olaylik. Mana shu holat menga umuman yoqmadi.
Sizga nima holat yoqmadi? Keling, men bu holatni tuzataman, siz esa mana bu holatni tuzating. Shunchaki oddiy suhbat. Oddiy suhbatlar bizni muhabbatimizni takomillashtiradi, muhabbatimizni cho'qqilarga chiqaradi. Aynan oddiy mana shu konfliktdagi yoki oddiy hayotiy jarayondagi suhbat. Masalan, do'konga menga turmush o'rtog'im baland ovozda gapirdi, deylik. Va men kuni bilan xafa yuribman. Ovqat yesammi, yemayman. Nimadir qilasammi, qilmayman. Lekin uni ildizi nima? Oddiy, siz menga do'konga shunaqa baland ovozda gapirdingiz, bu menga yoqmadi. Ikkinchi marta shu ishni qilmang, iltimos. Meni nafsoniyatimga qattiq tegdi. Deyish, u inson ham tushunadi, ha, men demang, noto'g'ri ish qilibman degan tushuncha paydo bo'ladi. Toki aytmasangiz, u erkakning esidan ham chiqib ketadi. To'g'ri. U folbin emas-ku, folishsa. Shu psixologik ilmlarimga kirib kelganimdan keyin bir kun aytdim. Dadasi, men uchun mashinaga minayotgan paytda eshikni ochib berishingiz meni sevishingizni timsoli, ya'ni ramzi. Men shuni sevgi deb qabul qilaman desam, bor yo'g'i shumi? Dedilar. Bor yo'g'i shumi? Aytayapman, u kishi ahamiyat ham bermaganlar. Ana endi har safar mashinaga minayotganda eshigini ochib bersalar, men dunyolarcha xursand bo'lib ketaman. Shundan bu tajribangizni men ham o'zimda qo'llayman endi. U kishiga hech narsa emas bu narsa. Bitta eshikni ochib berish, lekin men shundan xursand bo'laman. Shunaqa kichkina hayotiy vaziyatlarda kelishib, gaplashib olish oilani ancha mustahkamligiga xizmat qiladi demak. Ana endi mana shu gapingizga yana bir qo'shimcha aytmoqchimanki, bilasizmi? Mana shu kichkina vaziyatlarni to'g'rilaymiz, lekin yana jinsiy hayotga kelganda jim bo'lib qolamiz. Shunday. Nima uchun biz so'rashni bilmaymiz. Aynan jinsiy hayotda ham nima istayotganimizni, nima istashlarini so'rash yo'q. Podkastimizni eng og'riqli savoliga turtki berdingiz. Nega o'zbek oilalarida jinsiy mavzular hali hanuz tabu hisoblanadi? Bilasizmi nima? Bizning ota-bobolarimiz xuddi shunday tarbiya topishgan va ota-onamiz xuddi shunday tarbiya topishgan va bizga xuddi shunday tarbiya berishyapti. Ularni avvalambor muhokama qilish yoki ularni ayblash kerak emas, shunchaki o'zimiz jinsiy bilimlarimizni oshirishimiz va to'g'ri talqin qila olishimiz o'zimizning hayotimizda va xuddi shu narsani farzandlarimizga o'rgatishimiz. Siz yuqorida aytdingiz, jinsiy tarbiya bolalarga necha yoshdan boshlanadi? 0 yoshdan boshlanadi. Ya'ni 0 yoshdan 3 yoshgacha o'zini tanasini o'rgatishdan boshlaymiz. Jinsiy tarbiyani avvalambor. Ana endi qarangda, jinsiy tarbiya yopiq. Yopiq, umuman teginish kerak emas. Bolalarning qiziqishlari esa kuchayib boradi. Ana bola 4, 5, 6 yoshlarda, 7 yoshlarida aynan men qayerdan paydo bo'lganman? Masalan, juda ko'p savollar berishni boshlashadi. Bu nima? Bu qayerdan kelgan? Bu nima bo'lgan? Ularni chunki qiziqishlari kuchayadigan paytda u yoshlarda. Shu paytda ularni ba'zi savollarga biz gapirish mumkin emas. Bu haqida aytish mumkin emas deb savoliga javob emas, mavhumlik yaratib qo'yamiz. Aynan mana shu mavhumlik bolalar tegma, mana shu yerga tegma, kuyasan deydi-ku. Tegma degan joyingizga borib tegishadi, to'g'rimi? Sizdan o'rganmasa, ular hozir internetdan o'rganishadi yoki atrofidagi noto'g'ri jinsiy tarbiya topgan bolalardan o'rganishadi. Siz undan ko'ra shu narsani ochiq, oydin, chiroyli, to'g'ri yo'l bilan tarbiya bersangiz, ya'ni to'g'ri jinsiy tarbiya bersangiz, nima sabab u zarar ekanligini, nima sabab u uyat ekanligini, nima sabab uni shaxsiy chegaralariga birov teginmasligi kerak, birov ushlamasligi kerakligini tushuntirib bersangiz, u narsani anglaydi, nima sabab zarar ekanligini anglaydi va hayotiga to'g'ri jinsiy tarbiyasini olib boradi. Qarang, uyat bo'lsa ham aytaman, siz aytgan kabi butun umr jim turishadi, tushuntirishmaydi. Aynan nikoh kechasida kimgadir yuklatishadi shu vazifani. Tushuntir deyishadi. Ya'ni amma xolalarga, yangalarga. Qarang, ota-onani o'zini vazifasi bo'ladi, to'g'rimi? O'zini mas'uliyati bo'ladi. Yedirish, ichirish, tarbiya berish, kiyintirish deylik. To'g'ri o'quv qurollar bilan ta'minlash,
mas'uliyati, vazifasi. Nimaga endi jinsiy tarbiyaga kelganda ota-ona shunaqangi katta mas'uliyatni o'zidan itaradi-da, buni begona insonni, hattoki bilmaydi ota-onamizki yoki o'zimiz bilmaymizki, u insonni jinsiy hayoti qanaqa? U inson qanday jinsiy tarbiya topganini bilmagan holatda amma, xola, tog'alarga, yangalarga yuklatiladi-da, tushuntir. Nimani tushuntirsin? Nimani tushuntirsin? Qanday tushuntirsin? To'g'rimi? Aynan yaqinda o'zimni boshimga xuddi shu holat tushdi. Singlim turmushga chiqayotgan paytda menga yuklatildi shu vazifa. Va men shokda o'tirdim. To'g'risi, bu balki uyatdir hozirgacha, lekin og'riqli, juda ko'p ajrimlarga sabab bo'layotgan holatlardan birida, bilasizmi? Juda achinarli holat bu. Bu ota-onani vazifasi, har bir otani, har bir onani vazifasi jinsiy to'g'ri tarbiya berish. Ya'ni oddiy har kun ich kiyimini almashtirishdan boshlaylik, keling. Masalan, har kun ich kiyim almashtirilishi kerak, har kun yuvinilishi kerak. Mana shu narsalar hattoki-da qatib so'ralmaydi. 20 yil davomida so'ralmaydi. Xuddi shunday. Hayz ko'rish tushuntirilmaydi. Nima qilish kerakligi tushuntirilmaydi. Ha, 15-16 yoshga sen o'zi shunaqa holat bo'lyaptimi senda deyiladi. Bu esa детская matka degan narsalar bor. Har xil jinsiy kasalliklar bor. Mana shu jinsiy kasalliklarni vaqtida aniqlamaslikni olib kelyapti-da. Shunday. Afsuski. Afsuski. Chunki qiz bola shunday holatlarni guvohi bo'lyapmizki, qiz bola turmushga chiqyapti va hech qachon hayz ko'rmagan. 20 yoshda, 21 yoshda bo'lgan voqealar bular. Va bu haqida hech kimga aytmagan. Hech kimga aytmagan, hech kim undan so'ramagan. Hech kim undan so'ramagan, hech kim unga jinsiy tarbiya bermagan. Bu qanday holat bo'lishi mumkin? Bu qanchalik noto'g'riligini hozir tushunib yetyapman-da va tushuntirishga harakat qilyapman. Bitta mikrofonim bo'lsa-da, ves O'zbekistonga gapirsam shu haqida. Chunki bilasizmi, har kun oldimga keladigan ayollarni ajrimiga, o'zini anglamasligiga sabab, xiyonatlarga sabab jinsiy tarbiya bo'lyapti. Aynan shu yoshligidan berilmagan jinsiy tarbiyalar bo'lyapti. Demak, asosiy oilalarni ajrimiga keltiriladigan sabablarni 1dan 5 gacha baholasak, shuni nomer 1, birinchisiga qaysi sabab turadi? Jinsiy tarbiya. So'zsiz jinsiy tarbiya. Albatta. Jinsiy tarbiya. Jinsiy tarbiya men aytganimdek gigiyenadan boshlanadi-da. O'zini anglashdan, o'zini tanachalarini anglashdan, o'zida qanday metabolik jarayonlar bo'layotganini anglashdan va anglatishdan paydo bo'lyapti. Demak, auditoriyamga murojaat qilaman. Yosh bolali, umuman bolali ota-onalar aynan shu qismiga e'tiborli bo'ling. Shu jumladan men ham aytib o'tmoqchiman. Men bolalar psixologi emasman. O'zingizni jinsiy tarbiyangizni rivojlantirish uchun aynan menga murojaat qilishingiz mumkin. Farzandingizni qandaydir muammolar bilan bolalar psixologiga murojaat qilish mumkin. Men kecha o'tgan kuni shunday savol berdim. Bizga zo'r bolalar psixologi kim dedim-da. Sizga nimaga kerak psixolog deyishdi. Dugonalarim. Shunchaki bolamni aytmoqchiman. Katta qizim 1-sinfga chiqdi. Unda qanaqa holatlar bo'lyapti? Nima holat, maktabda qanaqa holat? U mazza qilyaptimi jarayondan? Maktabdan zavq olyaptimi yoki unga yoqmayaptimi? Qaysi jihatlari yoqmayapti, qaysi jihatlari yoqayapti? Shularni bilib olmoqchiman. Unga to'g'ri psixologik yordam bera oladigan insonni qidiryapman. O'zingiz psixologsiz deydi, ammo bolalar psixolog emasman. Har bir ishni o'zini mutaxassisiga topshirgan yaxshi-da. Zulfizar, qarang. Er-xotin o'rtasida sovuqchilik paydo bo'ldi deylik. Yoki auditoriyamiz orasida bordir shunaqa oilalar. Ularni o'rtasini yaxshilash uchun avvalambor nimadan boshlash kerak? Iliqlik, yana qaytib muhabbat, bir-biriga hurmat paydo bo'lish uchun qochmaslik kerak. Bizda muammo paydo bo'lsa, qochishga harakat qilishadi. O'zi insoniyat shunday. Insoniyat shunday yaratilganki, muammo paydo bo'lsa qochishga harakat qiladi. Ya'ni oddiy keling aytaylik, O'zbekistonda pul topamadim, chetda pul topaman degan muammoga qaraydigan bo'lsak, masalan,
yoki ajrashsam baxtli bo'laman. Ajrim bu yechim emas. Yechim bo'ladi qandaydir holatlarda, albatta. Lekin ko'p holatlarda yechim emas ajrim. Muammoga tik qarash. Avvalambor katta inson pozitsiyasida bo'lish. Yosh bola pozitsiyasida bo'lib bir-biridan xafa bo'lib yurish emas, katta inson pozitsiyasida bo'lib muammoga tik qarab, bilasizmi shunaqa gap bor. Savolni yaxshilab eshitsang 50% javobi bor degan gap bor. Aynan shu savolni o'zingizga bering, nima sabab bizda konflikt bo'lyapti? O'shanda 50% javobini topgan bo'lasiz. Va qolgan 50% ga albatta kitoblardan yoki iloji bo'lsa mutaxassisdan yordam olish kerak. Bizda psixologiya endi kirib kelyapti, endi rivojlanyapti, lekin juda hali pastki pog'onalarga murojaat qilishadi yoki yo'q. Murojaat qilishadi yoki yo'q. Birinchi navbatda nima qilishadi? Birinchi navbatda boshqa kattalarni Maslahat so'rashadi. maslahat so'rab, ularni oilaga jalb qilishadi. Yana ham muammoni kengaytirishadi. Kengaytirishadi bir. Ikkinchidan, katta inson pozitsiyasida emaski, kattalarni jalb qiladi. Masalan, erkak bo'lsa erkak, ayol bo'lsa ayol. O'zimiz keling kelishib gaplashib olaylik, shu keling birorta kafega, oddiy kafega borib, oddiy bitta kofe ichib, keling 2 soat bir-birimizga ajrataylik. Farzandlarimiz bor. Bu narsani erkak aytmasligi mumkin, lekin ayollardan tashabbus chiqsa hech narsa bo'lmaydi. Bo'yni uzilib tushmaydi. Masalan, bizning ayollarimiz mag'rurlikni, o'zini g'ururini ustun qo'yishadi. Gaplashib olish bu siz unga yalinib kechirim so'rashingiz emas aslida. Sizda konflikt vaziyatlar bo'lyaptimi, avj olyaptimi, shunchaki o'tiring va ochiq oydin. Bunda lekin eng muhimi erkak ham ochiq bo'lish kerak-da. Shunchaki ba'zi holatlar bo'ladi. Siz muammoni aytyapsiz va oqlanishga harakat qiladi inson. Qarshingizdagi inson. Shunday. Oqlanish emas, haqiqatdan ham chetdan turib o'ziga nazar solish. Ha, rostdan ham men bu yog'iga xato qildim, bu yog'ini to'g'rilashim kerak degan fikrda bo'lish kerak. Sizni to'laqonli qo'llab-quvvatlayman. Shu taktikangizni. Demak, oilalarga asosiy maslahatimiz o'tirib shunchaki gaplashib olish. Shunday. Ochiq oydin oydin. aslida. Ochiq oydin gaplasha olish. Uyatlarsiz. Avvalambor o'zini aldamaslik, bilasizmi? O'zini aldash bizda kuchli. Bitta farzandli bo'l, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Masalan, chida, sabr qil. Bilasizmi, shu joyda chida degan joyda o'zimni bir yaqin insonim shunday holatga tushib qolibdiki, juda ham ayanchli holatga tushib qolgan. Men haligacha o'zimga kela olmayapman. U menga konsultatsiyaga kelishni yozdi va og'zida tishlari qolmagan holat, boshlari yorilgan holat, qo'llari singan holat va onasidan unga nisbatan chida degan so'zni eshitish. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Siz tasavvur qilyapsizmi? Siz, men aytmayman, ajratib olsinlar, boshqa narsa qilsinlar, lekin qanday ona o'z farzandi kerak emasmi unga? Qanday qilib 1 marta, 2 marta bo'lishi mumkin, lekin yillar davomida 10 yil bo'lyapti. 10 yillik ro'zg'or va chida hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Uni holatini siz tasavvur ham qila olmaysiz. Bir oylab kasalxonadan chiqmagan. Hozir men aytyapman, ko'nglim yomon bo'lib ketyapti-da. Chunki uni oilasini borib men to'liq nazoratga olishga haqqim yo'q. Kuchim ham yo'q bunga yarasha energiyam ham, bunga yarasha haqqim ham yo'q-da. Shu sababdan onalarga maslahatim, aziz onajonlar, farzandlaringiz, qizlaringizni masalan chida deyishdan oldin o'zini anglashga, o'zini xohishlarini ochiq oydin chiroyli aytishga, ayol bo'lishga o'rgatsak, hech qachon bunday zo'ravonlikka, bilasizmi, zo'ravonlikka chidash mumkin. Hamma narsani me'yori bor-da. Bu darajada bir oila больницаdan chiqmay, og'zida tishlari qolmaydigan darajada olib kelish, men bilmayman, bu uchun Juda ayanchli holat. Juda ayanchli holat. Men nima deyishni ham bilmayman hali bu holatga.
mana hozirgi bugungi podkastimizda ancha tavsiyalar berdingiz, maslahatlar berdingiz, chiroyli suhbatlar bo'ldi. Shuni oxirida yakunlab chiroyli qilib baxtli oila qurish uchun shuni xulosasini, mag'zini chiroyli qilib 3 ta eng muhim tavsiyangizni tomoshabinlarimizga, auditoriyamizga ayting va aynan shu 3 ta muhim qoidani hech qachon eslaridan chiqarmasin. Har bitta oilaviy muammolarida, har bir krizislarda shuni qo'llay bilsin, unutmasin. Nima deya olasiz? Baxtli oilani eng zo'r 3 ta poydevori deydigan bo'lsak, birinchisi katta inson pozitsiyasida bo'lish. Yetuk inson pozitsiyasida bo'lish. Katta inson, ya'ni yosh bola pozitsiyasida emas. Men sendan xafa bo'ldim deb jim yurib arazlab yurish emas. Demak, xafa bo'ldiki, u yosh bola pozitsiyasida bo'ladi. Xafa bo'lib arazlab yurish. Arazlash. Bir kun, bir oy. Men shunday oilalarni bilaman, 3 oylab arazlab yurishar ekan. Demak, arazlash mumkin emas. Arazlab emas, bir-biri bilan gaplashib bo'lish. Mana shu. Birinchisi katta inson pozitsiyasida bo'lish. Ikkinchisi sevgi tili bilan yashash. Sizni turmush o'rtog'ingiz sevgi tili nima ekanligini aniqlash, o'zingizni sevgi tilingiz nima ekanligini aniqlash va u kishidan o'zingizni sevgi tilingizni talab qilish. U kishiga esa u kishini sevgi tilisi bilan javob qaytarish. Juda zo'r. Bu ikkinchisi. Mana shunda ikki inson ham baxtli bo'ladi. Biz nima xohlashimizni aytamiz, talab qilamiz, lekin u nima xohlashini ham so'ramaymizda ba'zida. U nima xohlashi, uni sevgi tili nima ekanligini bilib va unga masalan u insonning sevgi tili bizga yoqmasligi mumkin. Ammo shu joyda salgina o'zimizni qiynab turmush o'rtog'imizning sevgi tilida yashash. Bu ikkinchisi. Va eng muhimi bilasizmi? Kichkina detallarga ahamiyat qaratish. Masalan, sizda qalbingizda qanaqadir shubha bor. Mana shu kichkina muammochalar bo'lyapti. Mana shu muammochalarga ahamiyat qaratib, uni yechish shunchaki. Masalan, ko'z yumib chidab ketmasdan. Yo'q. Ularni sabr qilish. Ya'ni harakat davomidagi vaqtni kutish. Kichkina detallarga berilgan ahamiyat, ya'ni kichkina janjalni katta qilish deb nazarga tutilmayapti bu yerda. Kichkina detallarni yaxshilash. Mayda qadamlar orqali. Albatta. Masalan, keling oddiy narsani aytadigan bo'lsak, turmush o'rtog'imizdan u yoqda tuzatib bering, bu yoqda tuzatib bering deb so'raymiz. Ular vaqti bo'lmaydi, o'zini ishi bilan yuriydi va tuzatish kechikadi. Va mana shu kichkina detalni katta qilish kerak emas. Kutish kerak, sabr qilish kerak. Mana shu joyda sabr 2 oy, 3 oy, ba'zida 1 yil ham bo'lib ketadi. Bo'lgan holatlar. O'sha kichkina detallar bizni hayotimizni murakkablashtirishi mumkin. Ana shu kichkina detallar hayotimizni go'zallashtirishi mumkin. Masalan, sizga turmush o'rtog'ingiz gul sovg'a qildilar. Va o'sha kichkina detaldan siz xursand bo'lishingiz kerak, to'g'rimi? Lekin ba'zida nima bo'ladi? O'sha kichkina detal nima uchun tilla emas? Nima uchun oddiy gul? Yoki nima uchun roza emas? Nima uchun boshqa gul-da? Keling. Mana shu kichkina detallarga ahamiyat berib, oilamizni sindirayotgan, oilamizga nima deyiladi uni? Dars berayotgan kichkina detallarni yaxshilash, ularni yamash orqali biz oilamizni yana ham mustahkam qilishimiz mumkin. Juda ham go'zal javob berdingiz. Rahmat, Zulfizar. O'ylaymanki, bugungi podkastimizdan tomoshabinlarimiz sabr qilish aslida nima ekanligi, jinsiy tarbiya haqidagi eng muhim haqiqatlarni va oilani mustahkam bo'lishi uchun asosiy tavsiyalar haqidagi bilimni egallashdi degan umiddaman va buning uchun sizdan cheksiz minnatdorman. Zulfizar, sizni keyingi ishlaringizga omad tilayman va sizga kelayotgan har bitta konsultatsiyadagi ayol o'z muammolarini osonlik bilan yechishini tilayman va bu faoliyatingizda sizda kuch, quvvat va kichkina sabr tilayman. Rahmat, kattakon. Rahmat, xush kelibsiz. Yana men ham o'z demak sizni obunachilaringizga, o'zimning obunachilarimga yoki bizni tomosha qilib turgan barcha tomoshabinlarga shuni aytmoqchimanki, jarayonda yashang.
jarayondan zavqlaning. Aynan ertangi muammo ertaga hal bo'lsin. Bugun siz mazza qilib kofe ichyapsizmi, o'sha kofeni mazza qilib zavqlanib, bahor keldi masalan, bahordan zavqlanib, ko'zlaringiz shu bahor gullarini ko'rayotganidan, kichkina detallardan zavqlanib, bu hayotdan energiya olib, bu hayotdan mazza qilib oddiy nafas olishimiz. Qarang, bir necha kun chang bo'lsa, nafas olishga qiynalib qolamiz. Oddiy yomg'irdan lazzatlanib yashashni tilab qolaman. Shu qatorda sizga ham. Katta rahmat. Sizga Sizning rahmat. gaplaringizdan men tasavvur qilib, sizni energiyangizni his qilib, shunday yengillik o'zimga tuydim. O'ylaymanki, aynan shu energiyani, shu yengillikni yetkaza oldik deb o'ylayman. Katta rahmat. Sizga ham rahmat.